Bizdeki chet eldeki hareketlerimizin tekidin uyuşu ve bu yerde bir ılıqı umumiylik bir önümünün barlık keltirişlik muş hareketlerimizge nait çoğunqur cihetten tesir gösterdiğin başka amillar var. Mesela bunundaki en bir mühim bir amil Uygurlardaki kutuplaşış hadisesi. Benim bunu davet qilishimning sebebi Uygurlarninki tarixdan bir bo'lib yaqinqi zaman tariximizda Uygurlarninki ma'naviy hayotiga eng cho'nqur ta'sir ko'rsatgan qutuplashish harakatları bo'ladi ekan. Mening ko'rganimda qadim davrlardan shunday. Yaqinqi davrlardan olsak qutuplashish, ya'ni qarim-qarshi fikr qilish hem bizden chiqqan hem yetaklantirilgan bir millat bulaşıktığımızdan bunun gayet zor bir negatif tesiri uçurap dikemiz. Mesela alaylı aktağlıklar, kartağlıklar. Bularınki, Uygurlarınki aynı vakitteki dini hayatı kılamaz, siyasi hayatı sağan zihni gayet zor bolgan. Aktağlıklar, kartağlıklar. Bunlar kilişenmigen. Asli tefekkürde umum birlikten çıkış, iki bölüneş, karım-karşılaşıştan diyalektik münasebet oldu. Yani diyalektik münasebet dediğimiz bu ikisi birleştirip yeni bir pelliğe götürülecek, menzili götürüldü, hal kılış çağrışı oldu. Anadaki kök kılışımız dediğim bir formula var, tefekkür, insanın tefekkürde. Ama bu biz her vakit şöyle vakti kutuplaşış noktası oturup kalmışken ama bunun halkı durup bunu bir kiliştirdiğen ve bunu halkısızdan bir seviyeye götüremeyken. Mesela aktağlıkla kartağlıkla alaylı. Bunlar oturistiki ana aşı karşılık aynı vakit tügünüge. Gerçi aktağlıkla ki asaslı acizdiğen kartağlık açık kartağlık olsun ama bu bizimki ruhumuzga intayın çoğunqur tesir gösterken bu. Anını dekin şu diye vakta biz Cedicilik hareketi duş geldik. Yani yenilik perverlikle koğunluk oturistiki tokunuşmu bizde uzun mezgil davamlaştı. Şunun için mu Abdülhalik Uygur'un olsun, Abdülkadir Damulam'ın olsun Uygurlardaki yenilikle koğunluk oturistiki tokunuş. Bu koğunluk oturistiki tokunuş ta hazır çıkımıdır. Xuddi Aktağlıktan kartağlık oturistiki tokunuşun tesiri ve onun endişesi kallımızın en çoğunkurlarda ansızlıkımız yokumadan bekliyor. Bu ansızlık ne dediği vakti iki bölünüş, birbirine düşman görüş, hiç zaman birbirine reyim kılmazlık. Hatta yüzdeki hakiki düşmandan öte birbirine düşman görüş. Bu bizge kapqagan bir tarihi miras bu. Ruhi miras bu. Ansızlık mirası bu bizge. Şunun olan bu tokunuşlar oldu. Bunundan mesela yazılışındaki Uygurlarını idare qilish haqida yozgan asarlarning ichidagi Uyg'urlarninki eng cho'ng kamchiligi va milliy xarakterdagi eng ojiz nuqtasi nima yanglishim inoqsizlik. Cho'ng jihati ilib etgan vaqtida diniy an'analar ustiga qurilgan milliy kultural siyosiy bilan kommunizm o'rtasidagi bu o'rtasidagi to'qnashuvga duch keldik. Diniy an'anadagi siyosiy kulturga ilhom ko'rib vakillik qildi. Ananiki bu kommunist ideyaga bu nima vakillik qildi? Ahmadjon Kasimi Rosrab bo'ldi, Mao nimalar Roskomnadzordan yulab chiqishdan bo'ldi. Abdukarim Abbosovlar Xitoy kommunistlarining nimsida qatorliqlarda buningda bir o'zaro bir-biriga hargiz chiqishamaydigan ish qildi. Anadan keyin bu yerda masalan go'mindanchilar, ya'ni ayni vaqtdagi Janjashi hukumat tarafidan yordam berilgan Uyg'urlarningki inqilob tizimining shu takimi hozir bulayotgan, jidil bulayotgan alıp dikin üç efendi bilen başka komünistler otursak uzun usulluğun kalem güreşleri oldu. Bu yıl hem mi devamlı çoğaldı, hazır devamlı. Bu etmişler bir milletin tarihinde bu neslinin ki bu fakatla başka şekil ilevatıdır. Ama mahiyetli dokunuş okşaş. Bunun kurulması okşaş. Fakat en takımın dokusu sem takımı ki vakkalı getiriyordu. Ondan keyin Xitoyga çıktı. Xitoy yani kutuplaşkan tefekkür bizni yetekledi. Mesela ikki sinfga oid bizni baylar sinfi bilan kambag'allar sinfi bo'ldi. Baylar sinfi intan Osmondagi Uyg'ur mulkdorlari va endi boshqa turayotgan Uyg'urning burjozlari bo'ldi. Ularning hammasi urib tushirildi. Andan ko'p son Uyg'ur jamiyatidagi ko'p sonni egillagan mulksizlar yoki yo'qsizlar, balaga qarshi turg'izildi. Shuning bilan bu yerda bizningki jamiyatimiz ikki bo'linib, bizningki jamiyatimizni tutib tarixten beri bizni maddi ve manevi cihati bizni ağırlık kilovatkan baylarımız hemmisi veyran kılındı.
Anadan ikinci orada sınıfı düşmanınki de birisi özra bir nimege kirgizildik. Anadan keyin biz 80'lerde azroq bir nimkandagi keyinchi o'tgan vaqtda bölgünçilerden bölgünç emaslardan iborat ikki qutbga ayrildik. O'zra bir-birimizga o'chmanlik qilishdik. Anadan keyin boshqa, ya'ni diniy jihatdagi terrorist emaslarga nima qilindik. Eng oxirgi o'tgan vaqtda Uyg'urlar va Xitoylar o'rtasidagi milliy düşmanlık o'rtasida yoki Xitoy davlati bilan Uyg'ur millatidan iborat bir o'zaro qutblashgan yo'lga akirib shuni yo'q qildi ekan. Demak, ama mening yuzaki tushunishimda qutblashish Uyg'urlardagi aqliy jihatda to'liq aqliylashmaganlikning ifodasi bu. Ya'ni aqlli odam o'zining fikrini emas, balki o'ziga qarshtirayotgan odamning fikridagi ortiqcha kamchilikni ko'ra oladi. Andan keyin bu agar biz unda qilmasak butunlay ashuliqi qarg'ulacha o'zimizning fikrni tushuntiramiz, qarshi dushman ko'ramiz, hissiyot jihati o'chmanlik, g'aljilik qator nurg'ulg'an narsalarga mubtalo bo'lamiz. Endi hozir bizning ko'rayotganimiz shu, ya'ni har shikil tarafdan mayli aqtaqdan qasaqliklar bo'lsin, mayli undan keyingi shu tag'in nashriyati bilan oltin nashriyat o'tirishga jidal madra qalam urushlari bo'lsin yoki undan keyin masalan atalmış şu Xitayning kompatiyasini madiylaganlardan eng osondagi Uyg'ur millati va o'tirish bo'lsa Sharq Turkistondagi qatorliq mushta o'tirisidagi mayli ziyolilar, diniy saodiqlar bu bir yana bir qutblashgan bir rayon buni kirmaydi hozircha. Qatorliq ishlarning hammasi shu degan vaqtda to'xtab qarshi taraf nimani ko'zlayotdi deydigan bir narsa yo'q. Qarshi tarafning kim do'qsichirib, empatiya qurib, qarshi tarafningki ichiga kirib turib, qarshi tarafning nimani o'ylayotganligini o'ylab, o'zininki fikriga qarab chiqadigan mundaq bir an'ana yo'q bizda. Anadan keyin yana bir nuqtada e'tibor qilmoqda, bu xil qutblashishning yana bir sababi Uyg'urlarda o'zininki haqiqiy manfaatini chiqish qilmaslik, o'zining haqiqiy dushmanini asos qilmasdan, balki o'zaro bir-birini asos qo'yishda bir qadar osonroq, bexatarroq o'zininki negativ psixik energiyasini qo'yib beradigan bir xil an'anasi bor. Buni men shunday his qilaman. Ya'ni tarixdan beri Xitoy har vaqt bir tarafga qolib qolgan, shu qutblashish holatida har vaqt biz bir-birimizning dushman. Hattoki Xitoydan iborat qo'rqinchli bir dushmandan o'ta bir-birimizning dushmani qilinganda, nima degan vaqtda texnik bilan sepkani qilsam Xitoyga kuchimiz yetmay, o'zra bir-birimizning kuchimiz yetayotganligiga iborat bir numussiz holatimizdan bir sizlisi bu. Xitoyga kuchimiz yetmay, Xitoyga chunki biz Xitoyga anda qilib qolsak vayron qilinamiz Xitoy tarafidan. Unda qo'rqaymiz. Ya'ni Xitoyga bo'lgan qo'rqinishimizningki burilib, ishimizga burilib, bir-birimizga qo'yilib berish orqali qo'rqinishda zarba yegan g'ururimizni bir-birimizga o'chmanlik qilish orqali, bir-birini ayblish orqali, qahramonlik shaklida qilish orqali to'lam berishmoqchi bo'lamiz yoki balonat qilmoqchi bo'lamiz. Bu psixik rezillik bo'ldi bu. Chunki Xitoyda azar yegan shu g'ururni Uyg'urlarga azar berish orqali to'liqlash urinishi bo'ldi bu. Kasalman urinishi bo'ldi bu. Bizning qilyapmiz mana shu tarixdan beri. Har vaqt Xitoy mana bu tarafga kelayotgan gap. Hozirgi gap yemaymiz. Nimishqa gap qolsak aqlga gap qilmaymiz. Buni rad qilamiz. Ya aqlimiz buni yetmaydi, ya hissiyotimiz buni yo'l qo'ymaydi. Yoki gap qolsak so'zga vaqtda o'zimizning haqiqiy manfaatiga ega chiqamiz. Buniga bo'lmaydi. Chunki haqiqiy manfaatni ko'zlashim yo'q bu yerda. Fakat bir-birimizga o'chlash, o'zaro guruh bo'lishish, qutblashish orqali xuddi cho'ng ishni qilayotgandek, cho'ng bir ishlarni bajarib yetmagandek bu yerda xomxiyolga berilish. Xalqning kollektiv xomxiyoliga yetaklash, texnik muhimi ularni o'zimizningki aqliy kamchiligi va hissiyotchilikka g'aljiligimizdan manbalangan bu yerda qutlashgan to'plash ichiga hamma xalqni so'rab kelishga urinish. Hozirning o'zida sizning ko'rayotganimiz mana mushkul intayin ichinchi bir ahvolninki bir nimasi. Endi men bu ishninki kelgusida qanchalik taraqqiy qilganligini bilmayman, ammo bu taraqqiy qiladi. Chunki bizda bunga nisbatan intayin parlaq bir an'ana bor bizda. Bu xil qutublashgan tafakkurdan manbalangan qutublashgan to'qinish va bundan keyin oxiratda xalqimizning o'rtasida o'zaro qutblashish xohishi barliq kelishi mumkin. Xil cho'ngak analitik qanday olamiz degan vaqtda behuda hozir millat qirilayotgan, millatning eng bir nimasi bir uyulliqqa bir nimalarga ega bo'lishga tashna bo'layotgan vaqtning o'zida yana bir qutblash fikrimiz bir yerga kelolmaymiz. Mana bu shunday necha so'rilib o'timiz. U vaqtda abay deganimizdek Uyg'urlarning 450 mingdek odamlar turmalarda yoki boshqa yerda o'ldirildi, yoki Xitoylar yatib qilindi, yoki ro'y psixik jihatdan vayron qilindi, mustaqil yashash iqtidoridan nima qildi? Hattoki u vatanni olsakmi, olamizmi deydi. Mana Xitoylar bizga nayt ich og'ribdi shu vatanda bersinmi deydi. Ma'qul. Ya bo'lmasa qazoq elib olsin u vatandan chiqsin, u mumkin emas-ku bu. Shunda bo'lgan vaqtda u vatanga borgan vaqtimizda
hamma narsa vayron bo'lgan vatan bo'ladi bu. Bu ichilishlik hozir bizningki yuzlanayotgan, ketayotgan, qilayotgan ma peylimizga qiygan vaqtimizda intan qo'rqinchli. Bu milletimden ben intan ensireymen. Peyliden ensireymen. Peyliden. Peylimiz intan buzuq halidir bilirsiniz ne kaldı. Qo'rqinchli ahvol hozir. Ma dal mana vaqtdan ikisiyotgan demese. Biz qachoniki tarix qaranglar. Biz qachoniki qutblashgan to'qinish kuchi shu vaqtimizda vayron bo'lgan, shu vaqtimizda Xitoyning g'alabasi bo'lgan muqimlashgan vaqt bo'ldi. Bu biz tarixni aqtirib ketganlar. Bu mana bu şey kiryapmiz. Bu burma kirib bo'lgan, buningga turli shakllar kirib bo'lgan to'q. Masalan, jitbozlik qilib shimollik bilan janublik deyishdik, ziyolilik bilan dinchilik deyishdik. Endi hozir ma ishi chiqdi demak, har bir ishimizda bir o'xshash bir qurilma bor. Ya'ni qutblashish. Shakl oshiriligan natija o'xshashlayotgan gap.